Assalomu alaykum. Omad kanalining aziz obunachilari, mana sizlarga ot purish iskozlariga 4 ta otimiz bor. Bittasi ko'k temir, bittasi qorasidan deysizlarmi, shvetidan deysizlarmi, mana olib kelib berdim. Mana to'pponcha. Tamam, lashni bosib bersin. Mana shu qora ko'k temir bilan mana unisi minalmagan. Ana ikkitasi minilgan akalar. Javob. Rasmiy yirikka. O'sha yerdan uloq chiqadi akalar. Nima deyapti otlarni bitta like bosib, mashalloh deb kommentariya bo'mlab ketinglar akalar. Manasi o'zi ipga tushmagan ekan. İp baylab olib chiqildi. İpga o'rganyapti. Nima deyapti mollarimiz? Otlarimiz nima deyapti otlarimiz? Dumlari ham toychoqda bular. Har doim kelyapti. Gumbulat sotamiz. O'g'lini yaxshi ko'rganlar, 4 ta o'g'lini yaxshi ko'rganlar bormi? 4 ta otimizni olib berib maza qilinglar. Gaplashadigan otlar. Birov 19 milliondan kam. Birov bitta olganga 18 dan kam akalar. Nima deyapti narxlar? Yakka olganga 19 dan kam. Aralashsa 18 dan kam. Aralashga 18 dan ketdi. Mana akalar, uloqchi akalarimiz bu otlar zing'ib to'radi. Bitta trekker, bitta tuya, 4 ta tuya chiqib ketaverasizlar mana shu otlarni katta qilib gaplashadigan otlar. Qolgan ma'lumotlar ham ko'rasizlar. Hammaga rahmat.